Siz bilan ruhiy salomatlikni yana bir sferasini tekshirib olamiz. Ya'ni sezgi va idrokdagi patologiyalar sizda bor yoki yo'q ekanligini hammamiz birgalikda tekshirib olamiz. Sezgini patologiyalari bu nima? Ko'pincha e'tibor bergan bo'lsangiz, ba'zida ayollar charchagan holatda murojaat qilib kelishadi, aytishadiki, shovqin yoqmayapti, odamlarning ovozi yoqmayapti, yorug'ga ko'zim yumilib ketyapti. Yoki oddiy o'sha inyeksiyalar ham juda og'riqli ta'sir qilyapti. Har doim boshim og'riyapti. Yoki masalan dorini ham yuta olmaydigan bo'lib qoldim deb murojaat qilishadi. Sizda ham shunday bo'lganmi? Ya'ni ovozlarga juda ham sezgir bo'lib qolganmisiz yoki farzandlaringizni shovqiniga besabr bo'lib qoldingizmi? Ko'tara olmay qoldingizmi? Agar shunday bo'lsa, sizda sezgi buzilishlari bo'ladi. Sezgi patologiyasini aniqlash uchun e'tibor beramiz 5 ta analizator faoliyatiga. Bu qaysi analizatorlar? Ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish va taktil, ya'ni tegib ko'rgandagi taktil kontakt deyiladi. Mana shu 5 ta analizatorda muammo bo'lsa, ya'ni ko'rish o'tkirligingiz pasaysa, yoki yorug'likka nisbatan reaksiya kuchaysa, yoki past shovqinlar baland eshitilsa, oddiy hidlarni o'tkir hidlardek qabul qilsangiz, yoki oddiy ovqatlarni mazasini buzilgandek his qilsangiz, mana shu sezgidagi buzilishlar deb aytiladi. Bunaqa holatlar juda ham ko'p uchraydi. Ko'pincha ruhiy charchoq, surunkali charchoq sindromidagi va neurosteniya kasalligiga uchraydigan ayollarda mana shu sezgi analizatorlarda buzilishlar ro'y beradi. Sezgini tekshirib ko'ring albatta. 5 ta analizator bo'yicha. Keyingi ruhiy sferamiz bu idrok. Idrok bu atrofdagi, ya'ni sezgi analizatorlari orqali qabul qilgan ma'lumotlarni miyada aks etishi. Ya'ni masalan deylik, ko'zingiz ko'rib turibdi bir to'rtburchak narsani. Bu to'rtburchak narsa ekan, qattiq ekan, qora ekan yoki masalan stol, stolni ko'rdingiz, ko'rish analizatori ishladi. Stolni qattiqligini his qildingiz, ushlab ko'rdingiz, taktil analizator ishladi. Hidladingiz, hidi yo'q. Va mana shu ma'lumotlar sizni idrokingizda, ya'ni miyangizda aks etdi. Mana shu idrok deyiladi. Agar sizda stolni formasini qanaqa ekanligini angla olmaslik, uni qattiq yoki yumshoqligini bila olmaslik holati yuz bersa, bu idrokdagi buzilishlar deyiladi. Yoki ko'chadagi turli holatlarni, vaziyatlarni boshqacha idrok qilsangiz, bu ko'pincha bolalarda bo'ladi, affektiv illyuziyalar deyiladi. Ya'ni bola qo'rqqanida xonasidagi veshelka yoki xonasidagi kreslo maxluqqa, odamga o'xshab ko'rinishi mumkin. Yoki o'sha xonasini oynasidan qarab turgan daraxtning shoxlari maxluqni bir nima deydi, qo'llari, kaftlariga o'xshab ko'rinishi ham mumkin. Yoki masalan kechqurun qorong'idan yurganingizda sizdan orqangizdan kimdir yurgandek bo'lishi, o'sha barglarni shitir-shitirlashi, bu ham affektiv illyuziyalar deyiladi. Ya'ni bu hammada bo'ladigan tabiiy holatlar. Endi fiziologik illyuziyalar ham bo'ladi. Bu hayotda har doim fiziologik holatda yuz beradi. Masalan, stakanga suv solib qo'yadigan bo'lsangiz va suvni ichiga qoshiq soladigan bo'lsangiz, o'sha holatda suv stakan yarmigacha bo'lsa, qoshiq singan holatda ko'rinadi. Bu suvni zichligiga xos bo'lgan vaziyat. Ya'ni bu fiziologik illyuziya. Qoshiq aslida sinmagan, sizni ko'zingizga singandek bo'lib ko'rinishi yoki suvni tagida suvni zichligiga bog'liq holatda insonning tana qismlari qisqa va to'la ko'rinadi. Ya'ni suvga tushganingizdan keyin shunaqa ko'rinadi. Bu ham fiziologik illyuziyaga misol bo'ladi. Idrok buzilishida illyuziyalardan tashqari gallyutsinatsiyalar ham bo'lib turadi. Ya'ni illyuziyalarda real asos bor. Siz nimanidir ko'ryapsiz yoki farzandingiz nimanidir ko'ryapti, lekin shunchaki boshqacha ko'ryapti. Uzayib ketgandek, kattarib ketgandek, yumshab ketgandek. Gallyutsinatsiyalarda real obyekt yo'q. Ya'ni sizni ko'zingizga yo'q narsalar ko'rinishi mumkin. Ba'zida uyquga ketishdan oldin yoki uyqudan turgandan keyin ham bu holatlar, gallyutsinatsiyalar kuzatiladi. Bu normal holatda deyiladi. Masalan, uyqudan turdingiz, hali ko'zingizni ochmadingiz, ko'zingizga nimadir ko'rinishi mumkin, ko'zingiz yumuq holatda. Bu gipnogogik yoki gipnopompik gallyutsinatsiyalar deyiladi. Endi illyuziyani bo'lishi bu tabiiy hol hisoblansa, gallyutsinatsiyani bo'lishi bu ruhiy kasallikdan dalolat beradi.
Demak, sizda agar farzandingiz yoshligida qo'rqadigan bo'lsa, unda illyuziya bo'lishi mumkin. Bu norma, bu vaqti kelib o'tib ketadi. Va rasmlarda ham illyuziyalar bo'lishi mumkin, bular norma hisoblanadi. Lekin real yo'q bo'lgan narsa, masalan, deylik sizga Marsdan ovoz eshitilyapti, yoki siz oydagi kim bilandir gaplashyapsiz, yoki qo'shni rayon, Yunusobod rayonida kim bilandir shunday ovozda gaplashyapman deb o'ylasangiz, sizda demak gallyutsinatsiya yuz berayotgan bo'ladi. Bunaqa holatda tezlik bilan psixiatrga murojaat qilish kerak, chunki ruhiy salomatlikka jiddiy zararni bu namoyon etadi. Mana sizlar bilan ruhiy faoliyatni ikkita turi haqida gaplashib o'tdik, ya'ni sezgini ko'rib o'tdik va idrokni ko'rib o'tdik. Bu ma'lumotlarni yaxshilab tinglab, o'zingizda qanday muammo yoki patologiya topdingiz, bu haqda vazifada ko'rsatib qo'ying. Keyingi ruhiy faoliyatimiz bu xotira va diqqat. Mana shunga ham e'tiborli bo'ling, diqqat qiling, chunki ko'pincha ayollar xotiramda muammo bor deyishadi. Aslida diqqatda muammo bo'ladi ko'pincha. Chunki xotira va diqqat bu egizak ruhiy faoliyatlar hisoblanadi. Diqqatni bir obyektga qarata olmasangiz, diqqatingiz ko'chuvchan bo'lsa, chalg'uvchan bo'lsa, mana bugungi kunda farzandlarimizda juda diqqatni chalg'uvchanligi ko'p. Nima uchun? Chunki Instagramga kirishadi, Facebookga yoki mana Telegramga kirishadi, videolar juda ham qisqa. 40 sekund, 30 sekund, 1 minuta bu insonni bir vaqtda diqqatini hajmini kichrayishiga sababchi bo'ladi. Mana bizning darslarimiz 10 daqiqadan 20 daqiqagacha, bu juda ham muhim, chunki inson diqqatini bir joyga, bir mavzuga uzoq qaratib o'tirsa, diqqatini faoliyati oshishiga olib keladi va shunday qilib biz yana ham diqqatimizni oshirib borishimiz mumkin. Masalan, deylik, bugun 10 daqiqa dars qildingiz, ertaga 15 daqiqa, keyin 20 daqiqa sezgan bo'lsangiz, bizni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darslarimizni vaqti oshib boradi. Ya'ni biz shu bilan sizning diqqatingizni ham oshirib boramiz. Farzandlarimizda ko'pincha giperaktiv sindrom degan tashxis qo'yiladi, eshitgan bo'lsangiz, ayollarga tanish bu holat. Shu holatda e'tibor bering, bolada diqqatda muammolar bo'ladi yoki siz o'zingizda, masalan, kitob o'qiyapsiz, lekin diqqatingiz boshqa joylarga chalg'ib ketyapti yoki xayolingiz chalg'ib ketyapti yoki bir ishni boshladingiz, nima qilayotganingiz esingizdan chiqib ketadi. Diqqatingizni bir joyga jamlay olmaysiz. Diqqatni tekshirib olish uchun sizga testlar tashlaymiz. Bemalol diqqatni faoliyatini o'zingizda tekshirib olishingiz mumkin. Endi diqqatni egizagi bo'lgan xotira haqida gaplashamiz. Xotirada ham diqqatni bir joyga yig'a olmagandan keyin insonlarda xotirada muammo bo'ladi. Tasavvur qiling, bir ma'lumotni eslab qolish uchun siz o'sha ma'lumotga uzoq vaqt tikilib, qayta o'qib, uni qaytarib o'tirishingiz kerak. Agar mana shuni bajara olmasangiz, diqqatingiz tez chalg'uvchan bo'lsa, xotirada ham bu ma'lumotlar saqlanib qolmaydi. Bugungi kunda urf bo'lgan ong osti haqida juda ko'p ma'lumotlar bor psixologlarda. Mana shu ong osti yo'q narsa, ya'ni ong osti ilm fanda tasdiqlanmagan. Ong osti bu xotira, ya'ni ilm fan xotirani tasdiqlab beradi. Inson olgan ma'lumotlarni uzoq muddatli va qisqa muddatli xotiraga oladi. Demak, mana shu darslarimizni o'zingiz uchun yozib boring. Yozganingizda sizda qisqa muddatli xotiradan uzoq muddatli xotiraga saqlanadi. Yozib olgan ma'lumotlaringiz sizda bir umrga uzoq muddatli xotiraga yozilib qoladi. Darslarga diqqatingizni qarating. Mana shu darslarimiz ham sizni diqqatingizni hajmini oshirishga qaratilgan. Demak, 1-chi, 2-chi va 3-chi, 4-chi darslarimiz orasida vaqtda tafovut bo'ladi. Bu ham sizning foydangiz uchun, ya'ni diqqatingizni hajmini kengaytirish uchun mo'ljallangan. E'tibor bering, o'zimning faoliyatimda bir ayol bilan ishlagan edim. U ayol falaj bo'lgan edi, ya'ni hech qayerni qimirlata olmaydi, faqat kipriklaridan tashqari. Mana shu holatda ham insonni nafaqat jismoniy faoliyatida, balki ruhiy faoliyatida ham muammolar bo'ladi. Sezgi va idrokda muammolari bor, xotira va diqqatda muammolari bor va bu ayolni keyingi tarixi bilan oxirgi darslarimizda ma'lumot berib ketaman. Buni ham diqqat bilan esingizda saqlab qoling. Xotirada muammolar bo'lganda hech kuzatganmisiz? Oshxonaga kirdingiz deylik, qo'lingizda pichoq turibdi, lekin pichoqni qidirib yuribsiz, giri aylanib. Bu fiksatsion amneziya deyiladi. Ya'ni qo'lingizda turgan narsani bir vaqtga, bir zoomga esingizdan chiqardingiz yoki xonaga o'zingizni o'sha yotoqxonangizga kirdingiz u nimaga kirganingiz, nimani olishga kirganingiz esingizda yo'q. Bu ham
fiksatsion amneziyani belgisi. Ya'ni xotirani 3 ta xususiyati bor. Birinchisi fiksatsiya, yangi ma'lumotlarni o'sha zahoti xotiraga saqlab olish. Keyingi xususiyati bu reproduksiya deyiladi. Ya'ni vaqtida qabul qilingan ma'lumotni, ya'ni mahkamlangan, fiksatsiya qilingan ma'lumotni kerakli joyda yodga tushirish. Va keyingisi retensiya, qayta esga olish, qachonlardir xotirangizga saqlab qolgan ma'lumotni qayta yodga olishga yordam beradigan funksiyasi bor. Xotirani mana shu 3 ta funksiyasi buzilganda biz xotiraga shikoyat qilishni boshlaymiz. Yangi ma'lumotlarni ola olmayapman, eski xotiralarim esimdan chiqib qoldi, kundalik qilayotgan voqealarda xotiramda muammolar bor degan shikoyatlar bilan kelamiz. Ko'pincha ayollarda yosh o'tgandan keyin yoki qon tomir bilan bog'liq holatda yoki bosh miya jarohati, masalan bosh miya chayqalishi, og'ir infeksion kasalliklardan keyin ham xotirada muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ruhiy salomatlikning muhim komponenti bo'lgan xotiraga ham e'tibor qarating. Sizda sezgi, idrok, xotira, diqqatda muammo bor yoki yo'q ekanligini tekshirib olish uchun bir ayol bilan bo'lgan hodisani, ya'ni klinik vaziyatni aytib beraman. Bir ayol keldilar, yoshlari 70 ga yaqinlashib qolgan, ancha yillar davomida jamiyatimizga foydali sohada faoliyat yuritgan. Va borgan sari xotirada muammolar bo'lyapti. Tasavvur qiling, 70 ga kirgan ayol hayotini oxirgi 10 yilini xotirasidan o'chirib tashladi. Ya'ni uni 10 yil ichida 60 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan voqealar, nevaralari tug'ilganligi, farzandlarini 10 yoshga katta yoshi ulg'ayganligini u xotiradan umuman yo'qotdi. Mana shunday holatlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu amneziya, ya'ni Alsgeymer kasalligida bo'ladigan holat hisoblanadi. Shuning uchun ayollar diqqat qilamiz, xotira va diqqatni doim mashq qildirib borishimiz kerak. Yoshimizdan qat'iy nazar yangi bilimlar olishga e'tiborli bo'lishimiz, 50 yosh, 40 yoshda ham yangi tillarni o'rganishga harakatda bo'lishimiz kerak. Chunki xotira va diqqatni doim aktiv holatda ushlab tursak, bu bizni aqliy qobiliyatimizni faol bo'lishiga yordam beradi. Shuning uchun yangi bilimlarni o'zlashtira olmayapman, qiynalayapman deb o'zingizga rahmingiz kelmasin. Bu ma'lumotlarni diqqat bilan eshiting va imkon qadar yodda saqlashga harakat qiling va albatta yozib qo'ying. Shunda sizda uzoq muddatli xotirada bu ma'lumotlar bir umrga qoladi.